Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan Islomiy Minecraft. Bugungi videomizda biz mana shunaqa samolyot yasaymiz ekan. Unda videoga ketdik. Xo'sh, shular kerak. Bu hozir kerak emas. Hozir yasalgan ekan o'zi. Birinchi yasalgan bo'lar ekan. Tushib ketdim. Tushib ketmasligim kerak ekan. Mana obunachilar, vertolyotda bu yoqqa burilamiz. Buni ichidan o'tamiz. Obunachilar, shu videoga like, obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Chunki men tezroq 40 ta bo'lishim kerak. 40 ta bo'lganimdan keyin albatta lider qo'shiladi videomizga. Unda tezlashinglar. Nimaga bu video ukam bilan emas desanglar, chunki ukam hozir yo'q. Kanalim Islomiy Minecraft degan bo'lsam, uzr, eski kanalim esimga tushib ketdi. Asl ismim aka va uka Minecraft uz. Esingizda tutinglar. Kanalimda ham o'zi yozib qo'ygan bo'ladi. Bunga kirib qanotlarga pulimiz yetadimi? Bemalol yetar ekan. Xo'sh, obunachilar, biz bir tuzukroq gaz olishimiz kerak. Nimaga gaz desanglar, benzinimiz tez tugayapti. Benzin tez tugamasligi uchun ko'proq kerak. Mana 1 2 bo'ldi obunachilar. Endi tez uchamiz. Xo'sh, bunda sindirish yo'qmi? Buni olasdim bo'lganda. Xo'sh, bo'lmasa bizga baribir blok kerak bo'lar ekan. Ikkita sotib olamiz. Sotib olmabman. Ikkita blok sotib olamiz. Shu bilan bundan chiqib bloklarni qo'yamiz. Xo'sh, obunachilar, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Keyin buni bu yoqqa, buni ham bu yoqqa. Endi uzoq uchamiz. Obunachilar, ovozim yaxshi eshitilyapti turgan bo'lsa yozib yuboringlar. Yaxshi eshitilyapti deb. Bu yoqqa burilamiz. Bugungi videomizni ikkinchi qismlari bo'ladi. Ikkinchi qismlarda balkim ukam qo'shilib qolar, balkim lider Minecraft, ularni keyinroq bilib olasizlar. Shuning uchun like, obuna bosib qo'yinglar. Tezroq 40 ta bo'lsak, lider. Xo'sh, mana ketyapman. Bu yoqda mana qanday narsalar bor ekan. Bu yoqdan ehtiyot bo'lamiz. Bir-biriga nima otishaverar ekan bular. Benzinimiz tugashiga bor ekan. Bundan ko'ra ketamiz bu yerdan. Nimaga benzin tugashiga bor bo'lsa yaxshi emasmi desak, juda ezmalanib ketdik. Hozir motor sotib olamiz. Motor bormi? Ha, bularni motori manaqa parrak. Bizda hozir 100
178 bo'lgani uchun kichikrog'idan ikkita sotib olamiz. Endi bularni qayerga qo'yaman? Xo'sh, bo'lmasam yana bitta blok olishimizga baribir to'g'ri kelar ekan. Bitta emas, bu safar yana ikkita olamiz. Ikkita bo'ldi. Endi bu bloklarni bu yerga joylashtirib, keyin mana bularni joylashtiramiz. Shunda gazimiz tez ketsa ham o'zimiz tezroq yetib olamiz. Ko'rdinglar? Bir pasda tez yuradigan bo'lib qoldik. Lekin benzinimiz juda kam. Keyingi benzinga ancha bor. Lekin tezda 100 ming ishlab oldi. Obunachilar, tezlikdan ham pul olamiz ekan. Ketdik. Burilib ketdik. Xo'sh, endi yana mana shunaqa toshliklarga yetib keldik. Labirintgacha yetib olaylik. Yeta olmadik baribir obunachilar. Zato pulimizni ko'paytirib oldik. Bu yer nima ekan? Bo'yoq shart emas. Bo'yoq keyin ham bo'laveradi. Xo'sh, hozir bizga kerak bo'ladigan narsa ko'proq yurish uchun benzin. Yana ikkita sotib olamiz. Keyin tepaga chiqib, bundan ikkita. Xo'sh, bundan ham yo'q, anundan 4 ta olishimiz kerak ekan. Bo'ldi. Endi benzinni yana joylashtirib, bu yerga, keyin bu yerga ham bitta qo'yib qo'yamiz. Qancha benzin obordi? Bu blok. Mana benzin 1 2. Endi qaranglar, tezam benzinimiz sekin. Tez yursa ekan, benzinimiz sekin ketadi. Qale. Ideyamni zo'rini o'ylabmanmi? Yo'q! Qarang, pastga qarab ketyapti-da. Bitta tepaga bosib olamiz. Yana pastga qarab turib, bitta tepaga bosamiz. Mana yerga keldik. Endi easy benzin sekin tugaydi. Biz ham yuraveramiz. Endi Hunarga ham yetib boramiz. Ishonmasanglar qarab turinglar. Obunachilar, mana keldik.
Men bilmadim, mashina ichidan o'tgim keldi. Sog'. Obunachilar, shu bilan videomiz tugadi. Buni keyingi qismlarda sizlarni kutib qolaman. Hammaga xayr.